yilgi Hyundai Elantra bu zamonaviylik, texnologiya va ishonchlilikni o'zida mujassam etgan yangi avlod sedanidir. Hyundai kompaniyasi bu modelni ishlab chiqishda nafaqat dizayn va tashqi ko'rinishga, balki haydovchi uchun qulaylik, xavfsizlik va yoqilg'i tejamkorligiga ham alohida e'tibor qaratgan. Natijada yangi Elantra har jihatdan mukammal, zamon bilan hamnafas avtomobil sifatida maydonga chiqdi. Avvalo, 2026 yilgi Hyundai Elantraning tashqi ko'rinishidan boshlaylik. Dizayn jihatidan avtomobil butunlay yangicha uslubda ishlab chiqilgan. Old tomoni keng radiator panjarasi, o'tkir shakldagi LED chiroqlar va sportchi bamper bilan jihozlangan. Bu dizayn unga yanada tajovuzkor va zamonaviy ko'rinish beradi. Yon tomondagi aerodinamik chiziqlar avtomobilning harakat paytidagi shamol qarshiligini kamaytiradi va yo'ldagi barqarorligini oshiradi. Orqa tomondagi yangi LED faralar esa Elantraga futuristik ruh bag'ishlaydi. 2026 yilgi modelda yangi 17 va 18 dyumli gildirak disklari o'rnatilgan bo'lib, ular avtomobilga yanada sportcha uslub qo'shadi. Elantraning o'lchamlari biroz kattalashgan, bu esa salonda kengroq joy yaratgan. Endi haydovchi va yo'lovchilar uchun bosh va oyoq joyi ancha keng. Avtomobil uzunligi tort 7 metrga, gildirak bazasi esa 2,72 metrga yetgan. Bu ko'rsatkichlar Elantrani o'z segmentida eng qulay sedandan biriga aylantiradi. Ichki dizayn haqida gap ketganda, Hyundai Elantra 2026 minimalizm va texnologiyani uyg'unlashtirgan. Haydovchi joyida 12,3 dyumli raqamli instrument panel o'rnatilgan bo'lib, barcha muhim ma'lumotlarni aniq va rangli formatda ko'rsatadi. Yana bir 25 dyumli multimedia sensor ekrani markazda joylashgan bo'lib, u orqali navigatsiya, musiqa, telefon qo'ng'iroqlari va avtomobil sozlamalarini boshqarish mumkin. Android Auto va Apple CarPlay tizimlari to'liq qo'llab-quvvatlanadi. Shuningdek, ovozli buyruqlar orqali tizimni boshqarish imkoniyati ham mavjud. Ichki qismdagi materiallar yuqori sifatli, yumshoq plastik, teri va alyuminiy bezaklar Elantraga premium muhit beradi. Old o'rindiqlar isitish va sovutish funksiyasiga ega, orqa o'rindiqlarda esa keng o'tirish maydoni ta'minlangan. Panoramik tom oynasi esa salonni yorug' va keng qiladi. Boshqaruv paneli haydovchi tomonga biroz burilgan bo'lib, bu qulaylik va ergonomikani oshiradi. 2026 Hyundai Elantra texnik jihatdan ham jiddiy yangilangan. U bir nechta dvigatel variantlari bilan taqdim etiladi. Asosiy versiyada 2,6 litrli benzinli motor mavjud bo'lib, u 147 ot kuchi ishlab chiqaradi. Gibrid versiyasi esa 1,6 litrli benzin dvigateli va elektromotor kombinatsiyasidan iborat. Ushbu tizim jami 139 ot kuchi quvvat beradi, ammo eng muhim jihati yonilg'i tejamkorligi. U 100 km masofada atiga tort 2 litr yoqilg'i sarflaydi. Bu esa uni ekologik, toza va iqtisodiy variantga aylantiradi. Avtomatik transmissiya 6 yoki 8 pogonali variantda mavjud bo'lib, silliq va tejamli uzatmalarni ta'minlaydi. Shuningdek, chirt uzatmalar qutisi bilan jihozlangan versiyalar ham mavjud. Drive Mode Select funksiyasi orqali haydovchi o'z uslubiga mos rejimni tanlashi mumkin. Eto, Comfort, Sport va Smart. Har bir rejim avtomobilning tezlanish, uzatma va rul boshqaruvini mos ravishda o'zgartiradi. 2026 yilgi Hyundai Elantra xavfsizlik sohasida ham ilg'or texnologiyalar bilan boyitilgan. Avtomobil Hyundai Smart Sense tizimi bilan jihozlangan bo'lib, u quyidagi funksiyalarni o'z ichiga oladi. Old to'qnashuvni ogohlantiruvchi va avtomatik tormoz tizimi. Charchashni aniqlovchi tizim, Driver Attention Warning. Yo'l belgilarini tanish va tezlikni avtomatik moslashtirish tizimi. 360 kamera va orqa ko'rish radari. O'rindiq xavfsizlik yostiqchalari tizimi, 6 tagacha airbag. Adaptiv kruz nazorati va yo'ldan chiqishni ogohlantiruvchi tizim. Bu funksiyalar haydovchiga yanada ishonchli va xavfsiz haydash tajribasini ta'minlaydi. Ayniqsa, avtomatik to'xtash tizimi va kor joyini aniqlovchi sensorlar katta foyda beradi. Yangi Elantra nafaqat shahar ichida, balki uzoq masofalarda ham qulay haydash imkoniyatini ta'minlaydi. Suspenziya tizimi yanada yumshatilgan, bu notekis yo'llarda ham silliq yurishni ta'minlaydi. Shovqin izolyatsiyasi yaxshilangan, salon ichida tashqi shovqin deyarli sezilmaydi.
Narx haqida aytadigan bo'lsak, Hyundai Elantra 2026 bozorda o'rta sinf sedanlar orasida eng raqobatbardosh variantlardan biridir. Asosiy modelining boshlang'ich narxi taxminan 25 AQSh dollardan boshlanadi. Orta komplektatsiyadagi limited va hibrid versiyalari esa 30-33 ming dollargacha yetadi. Shu narx oralig'ida Hyundai Elantra A sinfidagi Toyota Corolla, Honda Civic va Mazda 3 kabi mashhur modellarga kuchli raqobatchi bo'lishi kutilmoqda. Yana bir muhim jihat, Hyundai kompaniyasi bu model uchun 5 yillik yoki 100 kim kafolat taqdim etadi. Bu ko'rsatkich avtomobilni uzoq muddatli foydalanish uchun juda foydali qiladi. Yangi Elantra ekologik jihatdan ham zamonaviy. Gibrid tizimi chiqindi gazlarni kamaytiradi. Shuningdek, start-stop funksiyasi yordamida svetoforda yoki to'xtash paytida dvigatel avtomatik ochadi va yoqilg'ini tejaydi. 2026 yilgi Hyundai Elantra haydovchilar uchun texnologik qulayliklar bilan boyitilgan. Masalan, telefonni simsiz quvvatlash paneli, ovozli buyruq orqali boshqaruv, masofadan turib dvigatelni ishga tushirish va iqlim nazoratini sozlash imkoniyatlari mavjud. Shuningdek, Hyundai BlueLink mobil ilovasi orqali foydalanuvchi avtomobilni masofadan kuzatishi, qulflashi yoki joylashuvini aniqlashi mumkin. Shubhasiz, Hyundai Elantra 2026 bu nafaqat shahar hayoti uchun, balki uzoq safarlar uchun ham ideal avtomobil. Uning tejamkorligi, zamonaviy texnologiyalari va yuqori darajadagi xavfsizlik tizimlari uni oilalar, yoshlar va ishbilarmonlar uchun ham mos qiladi. Agar siz yangilikni qadrlaydigan, dizayn va funksionallikka e'tibor beradigan inson bo'lsangiz, Hyundai Elantra 2026 siz uchun mukammal tanlovdir. Bu avtomobil haydash jarayonini zavqga aylantiradi, yo'ldagi ishonchni ta'minlaydi va zamonaviy hayot tarzi uchun eng mos hamroh bo'ladi. 2026 yilgi Elantra bu oddiy sedan emas, balki yangi davrning ramzi. U Hyundai brendining kelajakka qaratilgan qarashlarini, texnologiya va qulaylikni uyg'unlashtirishdagi ustunliklarini yaqqol ko'rsatadi. Shu sababli ushbu model yaqin yillarda o'z segmentida eng ko'p sotiladigan avtomobillardan biri bo'lishi kutilmoqda.